Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala birinchi variantda 33, 34 va 35-savollarning jamlanmasi hisoblanadi. 100 gramm 36,5% xlorid eritmasi 3 ta teng bo'lmagan qismga ajratilgan va ana shu uchala qismdagi eritmalardagi xloridlarni va reaksiyada ajralgan gaz hajmini oksidan qaytarish reaksiyasida okslovchi qaytaruvchidan necha mol elektron olganini aniqlashimiz kerak. Berilgan massa H xlor eritmasiniki demak 100 gram H xlorniki 36,5%. Massa kaliy gidrokarbonatniki 20 gram va gaz 3,5 litr. N3 so'roq, keyin va gazlar so'roq Na elektronniki topilishi kerak. Demak, birinchi qismga kaliy gidrokarbonat qo'shilgan. Bunisi 22,4 litr bo'lsa, 4,48 litr gaz ajralgan. Ana endi keyingi qismga yetarli miqdorda kaliy permanganat qo'shilgan. Ana endi 16 2 hop 8 5. Mana bu 3,5 litr, bu 112 litr. Hop, endi sarflangan xlorid kislotasi miqdori 16 bo'lsa, x 3,5 ni 16 ga ko'paytirib 22 ga to'g'riga bo'ladigan bo'lsak, 0,5 mol. Xo'p, ana endi oksidlanish qaytarish reaksiyasida qancha demak elektron olganini hisoblashimiz kerak. 22,4 litr xlorimiz, ya'ni 22,4 litr xlorimiz 2 Na bizda elektron qabul qilib oladi. Xo'p, 3,5 litrimiz x 0,3125 Na. Xo'p, birinchi shartda 3-qismdagini aniqlashimiz kerak ekan. Dastlabki eritmamizda 100 gram ko'paytiramiz 0,365 barobar 36,5 gram xlorid kislota bo'lgan. Xo'p, n barobar 36,5 ni 36,5 ga bo'lsak 1 mol bo'lgan. 1 moldan 0,2 moli dastlabki idish uchun sarflangan. Xo'p, keyingi idishda esa 0,5 mol bo'lgan. Shunda 0,3 mol 3-idishda
xlorid kislotani miqdori. Endi ajralgan gazlarning hajmi. 4.48 ga 3.5 qo'shsak 7.98 litr. Xo'p, demak bu mana bu 33-bo'yicha, bunisi 34-ni javobi. Ana endi 0.3125 Na bu 35 ni javobi hisoblanadi.